24-pora Zumar surasining 32-oyatidan boshlanadi. Axir Alloh sha'niga shirk va farzandni nisbat berib, yolg'on so'zlagan va rostgo'ylikni vahiyni o'ziga kelgan paytidayoq inkor etgan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir yoki jahannamda kofirlar uchun joy yo'qmi? Rostlikni keltirgan zot Muhammad va uni tasdiq etganlar mo'minlar aynan o'shalar taqvoli zotlardir. Ular uchun Parvardigorlari huzurida jannatda xohlagan narsalari bordir. Bu ezgu ish qiluvchi kishilarning mukofotidir. Bu Allohning ular qilgan yomon amallarini o'chirib, qilib o'tgan chiroyli amallarining savobi bilan mukofotlashi uchundir. Alloh o'z bandasiga Muhammadga uni asrashda yetarli emasmi? Ey Muhammad, ular sizni Allohdan o'zga narsalar bilan qo'rqiturlar. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, bas uning uchun biror hidoyat qiluvchi bo'lmas. Kimni Alloh hidoyat qilsa, bas uning uchun biror yo'ldan ozdiruvchi bo'lmas. Alloh qudratli va dushmanlardan intiqom oluvchi emasmi? Qasamki, agar siz ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, ular albatta Alloh derlar. Ayting, endi xabar beringizchi, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlaringiz agar Alloh menga biror ziyon yetkazishni istasa, ular uning ziyonini arita oluvchimilar? Yoki Alloh menga biror marhamat qilishni iroda qilsa, o'sha butlar uning marhamatini ushlab qoluvchimilar? Ayting, menga Allohning o'zi yetarlidir. Tavakkul qiluvchilar faqat unga tavakkul qilurlar. Ayting, ey qavmim, joyingizda turib, ya'ni kufrdan qaytmay amalingizni qilaveringiz. Men ham amal qiluvchidirman. Bas yaqinda bilursiz, kimga rasvo qiladigan azob kelishini va mangu azob tushishini. Biz sizga bu kitobni haqiqatan barcha odamlar uchun nozil qildik. Bas kimki hidoyat yo'liga yursa, o'zi uchun yurgan bo'lur. Kimki yo'ldan ozsa ham o'zining zarariga ozgan bo'lur. Siz ularning ustidagi vakil qo'riqchi emassiz. Alloh jonlarni o'lgan vaqtida, o'lmaganlarni esa uxlayotgan paytlarida olur. Bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni qaytarmasdan ushlab qolur, boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha ajallari yetguncha qo'yib yuborur. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir. Balki ular Allohdan o'zga oqlovchilarni ushlagandirlar. Ey Muhammad, ayting, agar ular biror narsaga ega bo'la olmaydigan va haqiqatni anglamaydigan bo'lsalarchi? Ayting,
barcha shafoat, oqlov faqat Allohnikidir. Osmonlar va yerning hukmronligi ham unikidir. So'ngra qiyomatda barchangiz ungagina qaytarilursizlar. Qachon yolg'iz Alloh zikri qilinsa, oxiratga iymon keltirmaydigan kimsalarning dillari siqilib ketar. Qachon u zotdan o'zga ma'budalar zikr qilinsa, birdan ular shodlanib keturlar. Ayting: Allohim, ey osmonlar va yerning ilk yaratuvchisi, yashirin va oshkor narsalarni biluvchi zot, yolg'iz o'zinggina bandalaring o'rtasida ular ixtilof qilib o'tgan narsalar xususida hukm qilursan. Agar zolim, kofir kimsalar uchun yerdagi bor narsa va u bilan birga yana o'shaning mislicha narsa bo'lsa, albatta ular qiyomat kunidagi azobning qattiqligidan o'sha narsalarni to'lov qilib berib yuborgan bo'lur edilar. Chunki u kunda ularga Alloh tomonidan ular dunyoda yashagan paytlarida o'ylab ham ko'rmagan narsalar, azoblar namoyon bo'lur. Ularga o'zlari kasb etgan yomonliklari fosh bo'ladi va o'zlari dunyoda masxara qilib yurgan narsa, azob ularni o'rab oladi. Bas qachon insonga biror ziyon yetsa, bizga duo qilur. So'ngra qachon biz o'z tomonimizdan unga biror ne'mat ato etsak, u shubhasiz bu ne'mat menga o'zimning bilimdonligim sababli berildi der. Aslida u sinovdir. Lekin ularning aksariyati buning sinov ekanini bilmaslar. U gapni ulardan avvalgilar ham aytgan edilar. Bas ularga o'zlari qo'lga kiritgan narsalari, dunyo matohlari asqotgani yo'q. Bas qilgan yomonliklari ular boshiga yetdi. Ana ulardan Makka mushriklaridan bo'lmish zolimlar boshiga ham yaqinda yomonliklari yetar. Ular balodan qutulish uchun biror ishni uddalay oluvchi emasdirlar. Axir ular Alloh o'zi xohlagan kishining rizqini keng qilishini va o'zi xohlagan kishining rizqini tang qilishini bilmadilarmi? Albatta bunda iymon keltiradigan kishilar uchun alomatlar bordir. Ey Muhammad, o'z jonlariga gunoh bilan zulm qilgan bandalarimga ayting: Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zi mag'firatli va rahimlidir. Sizlarga azob kelib, so'ngra yordam berilmay qolishidan ilgari Rabbingizga qaytingiz va unga bo'yin suningiz. Sizlarga o'zlaringiz sezmagan holingizda to'satdan azob kelib qolishidan ilgari Rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan go'zal narsa Qur'onga ergashingiz. Biror jon Alloh haqida unga ibodat qilishda suskashlik qilganimga afsus. Rostdan ham men masxara qiluvchilardan bo'lgan edim deb qolmasligi uchun. Yoki agar Alloh meni hidoyat qilganida albatta taqvodorlardan bo'lar edim deb qolmasligi uchun.
yoki azobni ko'rgan chog'ida qani edi men uchun yana bir karra yashashning imkoni bo'lsa-yu, men ham chiroyli amal qiluvchilardan bo'lsam deb qolmasligi uchun Qur'onga ergashingiz. Yo'q, senga mening oyatlarim kelganida sen ularni yolg'on degan eding va kibrlanib kofirlardan bo'lgan eding. Qiyomat kunida Alloh sha'niga yolg'on so'zlagan kimsalarni yuzlari qoraygan holda ko'rasiz. Jahannamda mutakabbir kimsalar uchun joy yo'qmidi? Albatta bor. Alloh taqvo qilgan zotlarni yutuqlari sababli oxirat azobidan qutqarur. Ularga biror noxushlik ham yetmas va ular g'amgin ham bo'lmaslar. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. U barcha narsaga vakil, homiydir. Osmonlar va yerning kalitlari undadir. Alloh oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar ana o'shalargina ziyon ko'ruvchilardir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: hali sizlar meni Allohdan o'zgaga ibodat qilishga buyuryapsizmi, ey nodonlar? Dar haqiqat sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga shunday vahiy qilingan edi. Qasamyod etamanki, agar mushrik bo'lsang, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolursan. Balki faqat Allohgagina ibodat qilgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Ular Allohni haqqoniy ravishda qadrlamadilar, tanimadilar. Butun yer qiyomat kunida uning bir tutamidir. Osmonlar esa uning qo'liga yig'iluvchidir. U ularning keltirayotgan shirklaridan pok va yuksakdir. Sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ladi, illo Alloh xohlagan zotlargina tirik qolurlar. So'ngra u yana bir bor chalinganda, nogoh ular barcha haloyiq tirilib, qabrlaridan turib, Allohning amriga qarab turgaylar. Yer mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishur. Kitob nomai a'mol hozirlab qo'yilur. Payg'ambarlar va guvohlar, farishtalar keltiriladi va ularning o'rtalarida zulm qilinmagan holda haqqoniy hukm qilinadi. Har bir jonga qilgan amali uchun mukofot yoki jazo komil qilib beriladi. U ularning dunyoda qilayotgan ishlarini juda yaxshi biluvchidir. Kofir bo'lgan kimsalar guruh qilinib jahannamga haydalur. To qachonki ular jahannamga kelganlarida uning darvozalari ochiladi va uning qo'riqchilari ularga: sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Rabbingiz oyatlarini sizlarga tilovat qilib, sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlanish uchun kelmaganmidilar deganlarida, ular: ha, kelganlar, lekin Allohning azob lafzi kofirlar bo'yicha haq bo'lib chiqdi deydilar. Shunda ularga aytiladi: jahannam darvozalaridan kiringiz, sizlar o'sha joyda mangu qolursiz. Bas
kibrli kimsalarning joylari naqadar yomon. Parvardigorlaridan qo'rqqan taqvoli zotlar ham guruh holda jannatga boshlab borilur. To qachonki ular uning darvozalari ochilgan holda ekanida yetib kelganlarida va uning qo'riqchilari sizlarga salom, xush keldingiz, bas unga mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behad shodlandilar. Ayturlar, bizlarga rost va'da qilgan va bizlarni bu yerga voris qilgan Allohga hamdki, jannatdan o'zimiz xohlagan yerdan o'rin olyapmiz derdi. Bas shu dunyoda solih amal qiluvchilarning jannatdagi mukofoti naqadar yaxshidir. Ey Muhammad, siz o'sha kunda farishtalar arsh atrofini o'rab olib, Parvardigorlariga hamd bilan tasbih aytayotganlarini ko'rasiz. Zero ularning payg'ambarlar va ummatlarining o'rtalarida haqqoniy hukm qilindi va hamd barcha olamlarning Parvardigori Allohgadir deyildi. G'ofir surasi Makka da nozil qilingan 85 oyatdan iborat. Bu surani 3 xil nom bilan ataganlar. Birinchisi, suraning o'zidan olingan Allohning ismi G'ofir. Ikkinchisi Mo'min. U suraning 40-oyatidan olingan. Uchinchisi Hamim. Surada islom aqidasiga oid ma'lumotlar, iymon, e'tiqod, kufr, shirk, haq va nohaqlik, umuman ezgulik bilan yovuzlik o'rtasidagi kurash, farishtalar va payg'ambarlar qissasi, xususan Musa alayhisalom bilan Fir'avn o'rtasida kechgan mojarolar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Hamim. Ushbu Qur'on qudratli va bilimli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. U gunohni mag'firat qiluvchi, tavbani qabul etuvchi, azobi qattiq va ehson egasidir. Undan o'zga iloh yo'q. Qaytish qiyomat kuni faqat uning o'zigadir. Allohning oyatlari haqida kofir bo'lganlargina tortishurlar. Ba'z ularning shaharlar aro kezishlari sizni aldab qo'ymasin. Ulardan Makka kofirlaridan oldin Nuh qavmi va ulardan keyingi Od, Samud qabilalari kabi firqalar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqarganlar. Har bir millat o'z payg'ambarini tutishga, o'ldirishga qasd qilgan va botil hujjatlar bilan tortishib, uning yordamida haqni yengmoqchi bo'lgan edilar. Birdan men ularni o'z azobim bilan tutdim. Bas, azobim qanday bo'ldi? Ey Muhammad, qavmingiz orasida kofir bo'lgan kimsalar ustiga ham Rabbingizning azobi to'g'risidagi lafzi mana shunday muqarrar bo'lgandir. Albatta ular do'zax ahlidirlar. Arshni ko'tarib turadigan
va uning atrofidagi farishtalar yakkayu yagona parvardigorlariga hamd bilan tasbih ayturlar va unga iymon keltirurlar, hamda iymon keltirgan kishilarni mag'firat etishini so'rarlar. Parvardigoro, o'zing rahmat va ilm jihatdan barcha narsani egallagandirsan. Bas tavba qilgan va yo'lingga ergashgan kishilarni mag'firat et va ularni do'zax azobidan saqla. Parvardigoro, ularni ham, ularning ota-bobolari, jufti halollari va zurriyotlari orasidagi solih bo'lgan kishilarni ham o'zing ularga va'da qilgan mangu jannat bog'lariga dohil qilgin. Albatta sen aziz va hakimdirsan. O'zing ularni barcha yomonliklardan asragin. Kimni o'sha kunda qiyomatda yomonliklardan asrasang bas, haqiqatan unga rahm qilgan bo'lasan. Mana shu ulkan yutuqdir deb duo qilurlar. Kofir bo'lgan kimsalarga qiyomat kuni sizlarni dunyoda iymonga chaqirilganda kofir bo'lganingiz sababli Allohning yomon ko'rishi bu kundagi o'zlaringizni yomon ko'rishingizdan kattaroqdir deb nido qilinur. Ular deydilar: Parvardigoro, sen bizlarni 2 bor o'ldirding va 2 bor tiriltirding. Bas bizlar dunyoda qilgan gunohlarimizni e'tirof etdik. Endi bu azobdan chiqishga biror yo'l bormi? Yo'q. Bunga sabab sizlarni Allohga ibodat qilishga da'vat qilinganda kofir bo'lib, agar unga shirk keltirilsa, ishonib ketishingizdir. Bas barcha hukm Ali va Kabir Allohnikidir. U sizlarga o'z alomatlarini ko'rsatur va sizlarga osmondan rizq yog'dirur. Lekin bu alomatlardan faqat Allohga inobat, taslim qiladigan kishigina eslatma olur. Bas ey mo'minlar, garchi kofirlar yomon ko'rsalar-da, Allohga, unga dinni xolis qilgan holingizda duo ibodat qilingiz. U darajalarni ko'taruvchi va arshning ham sohibidir. Bandalaridan o'zi xohlagan kishilarga, payg'ambarlarga muloqot kunidan, qiyomatdan ogohlantirishi uchun o'z amri bilan ruh, vahiy tushirar. Ular qabrlaridan chiqadigan kunda, qiyomatda Allohga ulardan biror narsa maxfiy bo'lib qolmas. Bugun podshohlik kimnikidir deb so'rab, o'zi aytur: Vohid yagona va qahhor g'olib Allohnikidir. Bu kunda, qiyomatda har bir jon o'zi qilgan ishi amali bilan jazolanur. Bu kunda hech kimga zulm, nohaqlik qilish yo'q. Albatta Alloh hisobi tez zotdir. Ey Muhammad, siz ularni yaqin kundan, qiyomatdan ogohlantiring. O'shanda ular yuraklari halqumlariga tiqilib, qayg'ularini yutib tururlar. Zolim kofir kimsalar uchun u kunda biror do'st ham, ma'qullanadigan shafoatchi ham bo'lmas. Alloh ko'zlarning xiyonatini, qarash man etilgan narsaga o'g'rincha ko'z tashlashini ham, dillar yashiradigan narsalarni, yomon niyatlarni ham bilur. Alloh
haqqoniy hukm qilur. Ular Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari esa biror narsaga hukm qila olmaslar. Albatta Allohning o'zi Same, eshituvchi va basir, ko'rib turuvchi zotdir. Axir ular yer yuzida sayr qilishib, o'zlaridan avval o'tgan iymonsiz, itoatsiz bo'lgan kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? Ular Makka mushriklaridan ko'ra kuchda va yerdagi osori atiqalari jihatidan zo'rroq edilar. Bas Alloh ularni gunohlari sababli ushladi va ular uchun Allohdan o'zga biror saqlovchi bo'lmadi. Bunga sabab ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular inkor etdilar. Bas Alloh ularni ushladi, halok qildi. Zero u quvvatli va azobi qattiqdir. Biz Musoni mo'jizalarimiz va aniq hujjat bilan yubordik. Fir'avn, Homon va Qorun huzuriga. Ular Muso yolg'onchi, sehrgardir dedilar. Bas qachonki Muso ularga huzurimizdan haq payg'ambarlik bilan kelganida, ular u bilan birga iymon keltirganlarning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini tirik qoldiringiz dedilar. Lekin kofirlarning makrlari albatta zalolatda, zoyelikdadir. Fir'avn dedi: "Menga qo'yib bering, Musoni o'ldiray. Qani, u Parvardigoriga duo qilsin-chi, unga najot berarmikan? Men Muso sizlarning diningizni o'zgartirib yuborishidan yoki yer yuzida buzg'unchilikni avj oldirishidan qo'rqmoqdaman." Muso aytdi: "Men Rabbim va Rabbingiz bo'lmish Allohdan hisob kuniga iymon keltirmaydigan barcha mutakabbirlarning yomonligidan panoh berishini so'rayman." Shunda Fir'avn zodagonlaridan iymonini yashirib yuradigan bir mo'min kishi dedi: "Bir kishini mening Rabbim Allohdir degani uchun o'ldirasizmi? Holbuki u sizlarga Rabbingiz tomonidan hujjatlarni keltirgandir. Agar u yolg'onchi bo'lsa, yolg'oni o'ziga, bordi-yu rostgo'y bo'lsa, u holda sizlarga u va'da qilayotgan azoblardan ayrimlari yetib qoladi-ku. Albatta Alloh haddan oshuvchi va yolg'onchi kimsalarni hidoyatga yo'llamas. Ey qavmim, bugunku hukmronlik sizlarniki, shu yerda g'olibsizlar. Endi agar bizlarga Allohning azobi kelsa, kim bizlarga yordam berur?" Fir'avn aytdi: "Men sizlarga faqat o'zim fikr qilayotgan narsani, Musoni o'ldirishni ko'rsatayapman va men sizlarni faqat to'g'ri yo'lga yetaklayman." Iymon keltirgan kishi dedi: "Ey qavmim, men sizlarning ustingizga ham xuddi o'tgan firqalar kuni tushib qolishidan qo'rqaman. Ular Nuh qavmi, Od, Samud qabilalari va ulardan keyingi kufr yo'lini tutgan kimsalarning ishi kabidir. Holbuki Alloh bandalari uchun zulm qilishni istamas. Ey qavmim, haqiqatan men sizlarga nidolashuv kunidan, qiyomat kunidan qo'rqaman. U kunda sizlar yuz o'girib qochursiz, ammo sizlar uchun Alloh azobidan saqlovchi bo'lmas.
kimni Alloh yo'ldan ozdirsa bas, uning uchun biror hidoyatga yo'llovchi bo'lmas. Darvoqe, ilgari Yusuf sizlarga, ajdodlaringizga hujjatlarni keltirganida ham sizlarga keltirgan narsalarga shak va shubhada qattiq turib olgan edingiz. Qachonki u halok bo'lganida esa, endi Yusufdan so'ng Alloh sira payg'ambar yubormas dedingiz. Haddan oshuvchi va shak keltiruvchi kimsalarni Alloh mana shunday to'g'ri yo'ldan ozdirib qo'ygay. Allohning oyatlari haqida o'zlariga kelgan biror hujjatsiz tortishadigan kimsalar Alloh nazdida ham, iymon keltirgan zotlar nazdida ham katta nafratga duchor bo'lurlar. Alloh bir mutakabbir va zo'ravonning qalbini mana shunday muhrlab qo'ygan. Fir'avn aytdi: Ey Xomon, men uchun bir baland minora qurgin. Shoyatki men uning ustiga chiqib yo'llarga yetsam, osmonlarning yo'llariga, Zora Musoning ilohini ko'rsam, dar haqiqat men uni yolg'onchi deb gumon qilmoqdaman. Fir'avnga o'zining yomon amali mana shunday chiroyli ko'rsatildi va u to'g'ri yo'ldan to'sildi. Fir'avnning barcha makri albatta halokatdadir. Iymon keltirgan kishi dedim: Ey qavmim, menga ergashingiz. Men sizlarni to'g'ri yo'lga yetaklayman. Ey qavmim, bu dunyo hayoti faqat bir arzimas matohdir. Albatta oxiratgina mangu barqarorlik diyoridir. Kimki biror yomonlik qilsa, unga oxiratda o'sha yomonligi barobaridagina jazo berilur. Erkakmi, ayolmi, kimki mo'minlik holida biror yaxshilik qilsa, aynan o'shalar jannatga dohil bo'lurlar. U joyda ularga behisob rizq berilur. Ey qavmim, nega men sizlarni najotga, jannatga chorlasam, sizlar meni do'zaxga chorlamoqdasiz? Sizlar meni Allohga kofir bo'lishga va o'zim bilmaydigan narsalarni unga sherik qilishga chaqirmoqdasiz. Men esa sizlarni aziz, qudratli va g'affor, o'ta mag'firatli zotga iymon keltirishga chorlamoqdaman. Shubha yo'qki, albatta sizlar meni ibodat qilishga chaqirayotgan narsalaringiz na dunyoda va na oxiratda hech kimni da'vat qila olmas. Albatta barchamizning Allohga qaytishimiz bordir. Dar haqiqat, haddan oshuvchilar o'shalargina do'zax ahlidirlar. Hali men sizlarga aytayotgan so'zlarni eslaysizlar. Men o'z ishimni Allohga topshirurman. Zero Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makrlaridan saqladi va Fir'avn zodagonlarini yomon azob o'rab oldi. U azob qabrdagi bir olovdirki, ular ertayu kech unga tutib turilurlar. Qiyomat qoyim bo'ladigan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn zodagonlarini eng qattiq azobga kiritingiz deydi. O'shanda ular do'zaxda o'zaro tortishib, zaiflar mutakabbirlarga, sobiq yo'lboshchilariga: bizlar sizlarga ergashgan edik. Endi sizlar bizdan do'zax azobining biror bo'lagini daf qila olurmisiz? derlar. Mutakabbir kimsalar ayturlar: bizlarning barchamiz shubhasiz unda do'zaxdadirmiz. Alloh bandalari o'rtasida o'z hukmini chiqarib bo'ldi. Shunda do'zaxdagi kimsalar
jahannam qo'riqchilariga Parvardigoringizga duo qilingiz, bizlardan biror kun azobni yengillatsin deganlarida ular ayturlar: axir sizlarga payg'ambarlaringiz hujjatlarni keltirmaganmidilar? Yo'q, keltirgandilar, lekin ularni yolg'onchi qilgan edik deydilar. Shunda farishtalar ayturlar: u holda duo qilaveringiz, lekin kofirlarning duosi albatta zoyedir. Albatta biz payg'ambarlarimizga va iymon keltirgan zotlarga dunyo hayotida ham guvohlar hozir bo'lib turadigan kunda, qiyomatda ham yordam berurmiz. U kunda zolimlarga, kofirlarga uzrlari foyda bermas. Ularga la'nat bo'lur va ularga eng yomon joy do'zax bo'lur. Biz Musoga hidoyat ato etdik va Isroil avlodiga meros qilib, aqlli kishilarga hidoyat va eslatma bo'lmish kitob Tavrotni berdik. Bas ey Muhammad, sabr qiling. Zero Allohning va'dasi haqdir va gunohingizga mag'firat so'rang hamda tunu kun Rabbingiz hamdi bilan tasbih ayting. Albatta Allohning oyatlari haqida o'zlariga kelgan biror hujjatsiz tortishadigan kimsalar, aniqki ularning dillarida shunday kibr bordirki, ular o'shanga yetuvchi emasdirlar. Bas siz Allohdan panoh so'rang. Albatta uning o'zigina eshituvchi va ko'rib turuvchidir. Albatta osmonlar va yerni yaratish insonlarni yaratishdan kattaroq ishdir. Lekin ko'p odamlar buni bilmaydilar. Ko'r bilan ko'ruvchi va iymon keltirib solih amallarni qilganlar bilan yomonlik qiluvchi kimsa barobar bo'lmas. Eslatmani esa kamdan kam qabul qilib olursiz. Albatta qiyomat keluvchidir. U haqda shubha yo'qdir. Lekin ko'p odamlar unga iymon keltirmaydilar, ishonmaydilar. Parvardigoringiz, menga duo qilingiz. Men sizlar uchun duolaringizni ijobat qilay dedi. Albatta menga ibodat qilishdan kibr qilgan kimsalar yaqinda tuban holatda jahannamga kirurlar. Alloh sizlarga orom olishingiz uchun kechani va kasb va sayr qilishingiz uchun kunduzni yorug' qilib yaratgan zotdir. Albatta Alloh odamlarga nisbatan fazl egasidir. Lekin odamlarning aksariyati shukr qilmaydilar. Mana shu Alloh Parvardigoringizdir. U barcha narsaning yaratuvchisidir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas to'g'ri yo'ldan qayoqqa burilib ketmoqdasiz? Allohning oyatlarini inkor etuvchi kimsalar mana shunday burilib keturlar. Alloh sizlar uchun yerni qarorgoh, osmonni tom qilib qo'ygan va sizlarga surat, shakl berib, suratlaringizni go'zal qilgan hamda sizlarni pok narsalardan rizqlantirgan zotdir. Mana shu Alloh Parvardigoringizdir.
Bas barcha olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh barakot sohibidir. U hamisha barhayotdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas sizlar unga dinni xolis qilgan holingizda duo ibodat qilingiz. Hamd barcha olamlarning Rabbi Allohga xosdir. Ey Muhammad, ayting: Men o'zimga Rabbim tomonidan hujjatlar kelishi bilanoq sizlar Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalaringizga ibodat qilishdan man etilganman va barcha olamlarning Rabbiga bo'yin sunishga buyurilganman. U sizlarni odamni tuproqdan, so'ngra avlodlarini nutfadan, so'ngra lahta qondan yaratgan zotdir. So'ngra u sizlarni ona qornidan chaqaloq holingizda dunyoga chiqarur. So'ngra u sizlarni voyaga yetishingizga, so'ngra qarishingizga imkon berur. Sizlarning orangizda balog'at yoki keksalik yoshidan ilgari vafot topadigan kishilar ham bo'lur. U sizlarni belgilangan ajalga yetishingizga qo'yib berur, shoyatki bu to'g'rida aql yurgizsangiz. U tiriltiradigan va o'ldiradigan zotdir. Bas qachon biror ishni hukm qilsa, unga faqat bo'l desa bas, u ish bo'lur. Allohning oyatlari haqida tortishadigan kimsalarni ko'rmadingizmi? Qayoqqa burilib ketmoqdalar? Kitob Qur'onni va biz payg'ambarlarimiz bilan yuborgan narsalarni, kitoblarni yolg'on degan kimsalar yaqinda qiyomat kunida bilajaklar. O'shanda ular bo'yinlarida kishan va zanjirlar bilan sudralurlar qaynoq suv ichiga. So'ngra olovda kuydirilurlar. So'ngra ularga aytilur: sizlar shirk keltirib o'tgan narsalaringiz qani? Allohni qo'yib. Ular: u butlar bizning ko'zimizdan g'oyib bo'lib qolishdi. Yo'q, bizlar ilgari dunyoda hech narsaga duo ibodat qilgan emasmiz, deydilar. Alloh kofirlarni shu tarzda yo'ldan ozdirar. Mana shu azobga yo'liqishlaringizga sabab sizlar yerda nohaq shod va xurram va kibr havoli bo'lganingizdir. Jahannam darvozalaridan u joyda mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz. Bas mutakabbir bo'lganlarning joyi naqadar yomondir. Bas ey Muhammad, sabr qiling, zero Allohning va'dasi haqdir. Bas agar biz sizga o'sha kofirlarga va'da qilayotgan azobdan ayrimlarini ko'rsatsak, yoki sizni azob tushishidan oldin vafot ettirsak ham, bas ular faqat o'zimizga qaytarilurlar. Biz sizdan oldin ko'p payg'ambarlarni yuborgandirmiz. Ulardan biz sizga qissasini aytganimiz ham bor, yana ulardan biz sizga qissasini aytmaganimiz ham bordir. Biror payg'ambarga Allohning iznisiz biror mo'jiza keltirish joiz emas. Bas qachonki Allohning amri kelgach, haqqoniy hukm qilinur va o'shanda buzg'unchilar ziyon ko'rgaylar. Alloh sizlar uchun hayvonlardan ba'zilarini minishlaringiz uchun
va ba'zilarini yeyishlaringiz uchun paydo qildi. Sizlarga ulardan ko'p foydalar bordir. U hayvonlar sizlar ularning ustida dillaringizdagi hojatlaringizga yetishishlaringiz uchun ham yaratilgandirlar. Sizlarni quruqlikda o'sha hayvonlar ustida va dengizlarda esa kemalarda eltib qo'yidur. Alloh sizlarga o'z alomatlarini ko'rsatur. Bas sizlar Allohning qaysi alomatlarini inkor qilursiz? Axir ular yer yuzida sayr qilishib, o'zlaridan avvalgilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi? Ular ko'proq hamda kuch-quvvat va yerdagi osori atiqalari jihatidan ulardan zo'rroq edilar. Ammo ularga orttirgan narsalari asqotgani yo'q. Chunki ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular o'zlarining oldilaridagi dunyoviy bilimlari bilan shodlandilar. Ularni o'zlari yo'q narsa deb masxara qilib yurgan azob o'rab oldi. Bas qachonki ular bizning azobimizni ko'rishgach, yakka Allohga iymon keltirdik va ilgari Allohga sherik qilib olgan narsa butlarimizga kofir bo'ldik dedilar. Lekin bizning azobimizni ko'rgan vaqtdagi iymonlari ularga foyda beruvchi bo'lmadi. Bu Allohning barcha bandalari haqida joriy qilgan yo'lidir. O'shanda iymonlari qabul bo'lmagach, kofirlar ziyon ko'rdilar. Fussilat surasi Makka da nozil qilingan 54 oyatdan iborat. Fussilat so'zi suraning 3-oyatidan olingan bo'lib, mufassal bayon qilindi degan ma'noni anglatadi. Surada dunyo hayotining foniyligi, oxiratdagi abadiy hayot uchun ezgu amallar qilish bilan unga tayyorgarlik ko'rishning muhimligi, insonning a'zolari qilgan qilmishlarini so'ylab berib, guvohlik berishi kabi eslatma va nasihatlar bor. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. Mim. Ushbu Qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingandir. U biladigan kishilar uchun arabiy Qur'on holida nozil qilinib, oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. U xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchidir. Bas kofirlarning ko'plari undan yuz o'girdilar, demak ular eshitmaslar. Ular dedilar: dillarimiz sen bizlarni da'vat qilayotgan narsadan to'silgan. Quloqlarimizda esa og'irlik, karlik bordir va sen bilan bizlarning o'rtamizda bir parda bordir. Bas sen ham o'z amalingni qilaver, bizlar ham albatta amal qiluvchidirmiz. Ey Muhammad, ularga ayting: haqiqatan men ham xuddi sizlar kabi bir bashardirman. Menga ilohingiz yolg'iz Alloh deb vahiy qilinmoqda
Bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz va undan mag'firat so'rangiz. Mushriklarning holiga voy. Ular zakot bermaydigan va o'zlari oxiratga ishonmaydigan kimsalardir. Albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun oxiratda bitmas tuganmas mukofot bordir. Ayting, haqiqatan ham sizlar yerni 2 kunda yaratgan zotga kofir bo'lurmisiz va o'zgalarni unga tenglashtirurmisiz? Ana o'sha barcha olamlarning parvardigori-ku. U yerning ustida to'la 4 kunda tog'larni paydo qildi va uni barakotli qildi hamda o'sha yerda uning yemishlarini belgiladi, taqsimladi. Bu tafsilot yer va osmonlar haqida so'rovchilarga mosdir. So'ngra tutun holatda bo'lgan osmonni yaratishni qasd etib, unga va yerga farmonimga ixtiyoriy yoki majburiy holda kelingiz degan edi. Ular o'z ixtiyorimiz bilan keldik dedilar. Bas 2 kunda 7 osmonni barpo qildi va har bir osmonga unga buyurilgan ishni, vazifasini vahiy qildi. Biz quyi yerga yaqin osmonni chiroqlar, yulduzlar bilan bezadik va uni ofatlardan saqladik. Bu qudratli va bilimli zotning taqdiri o'lchovidir. Bas agar ular Makka mushriklari yuz o'girsalar, u holda ayting, men sizlarni xuddi Od va Samud qabilalarini urgan chaqmoqqa o'xshagan bir chaqmoq halokatdan ogohlantirdim. O'shanda payg'ambarlari ularning oldilaridan ham, orqalaridan ham kelishib, faqat Allohgagina ibodat qilingiz deganlarida, ular agar Rabbimiz payg'ambar yuborishni xohlaganida, albatta farishtalarni nozil qilgan bo'lar edi. Bas sizlar odamzod ekansiz, sizlar elchi qilib yuborilgan narsaga, dinga biz kofirdirmiz dedilar. Bas Od qabilasi yerda nohaq kibrlandilar va kuch quvvatda bizlardan kim zo'rroq dedilar. Axir ular o'zlarini yaratgan Alloh kuch quvvatda ulardan zo'rroq ekanini bilmadilarmi? Ular bizning oyatlarimizni inkor etuvchi bo'ldilar. Bas ularga mana shu dunyo hayotida xor qiluvchi azobni tottirib qo'yish uchun nahs kunlarda ustilariga bir dahshatli bo'ron yubordik. Oxirat azobi esa shubhasiz yanada xor qiluvchiroqdir va ularga yordam berilmasdi. Samud qabilasi esa bas ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan edik. Ular hidoyatni qo'yib, ko'rlikni, zalolatni ixtiyor qildilar. Bas o'z qilmishlari sababli ularni xor etuvchi azob chaqmog'i urdi. Iymon keltirgan va taqvoli bo'lgan zotlarga najot berdik. Allohning dushmanlari shirk va kufr ahli do'zaxga haydalish uchun to'planib, tizilib turadigan kunni, qiyomatni eslang. Bas qachonki ular do'zaxga kelishgach, ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsa ishlari haqida o'zlariga qarshi guvohlik berur.
ular terilariga, badanlariga nima uchun bizga qarshi guvohlik berdingiz deyishganida, terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni ilk bor u yaratgan va sizlar yana uning huzurigagina qaytarilursiz deydilar. Sizlar dunyoda gunoh ishlarda quloqlaringiz, ko'zlaringiz va terilaringiz sizlarga guvoh bo'lishidan yashirinmas edingiz. Lekin sizlar qilayotgan amallaringizdan ko'pini Alloh bilmaydi deb o'yladingiz. Rabbingiz haqida o'ylagan mana shu gumoningiz sizlarni halok qildi. Bas sizlar ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldingiz. Endi agar ular azobga chidasalar, ana o'sha do'zax joylaridir. Agar ortga qaytishni talab qilsalar, endi ular qaytariluvchilardan emaslar. Biz ular uchun yo'ldan ozdiradigan do'stlar tayyorlab qo'ydik. Bas o'shalar ularga oldilaridagi va orqalaridagi gunohlarini chiroyli ko'rsatdilar va ularga ham o'zlaridan avval o'tib halok bo'lgan insu jindan iborat ummatlar qatorida azob haqidagi lafz muqarrar bo'ldi. Haqiqatan ular ziyon ko'rgan bo'ldilar. Kofir bo'lgan kimsalar bir-birlariga Muhammad tilovat qilayotgan vaqtda sizlar bu Qur'onga quloq solmangiz va uni chalg'itish uchun javrayveringiz, shunda zora g'olib bo'lsangiz dedilar. Bas albatta o'sha kofir bo'lgan kimsalarga qattiq azobni tottirurmiz va ularni o'z qilmishlari uchun oxiratda eng yomon jazo bilan jazolaymiz. Bu azob Alloh dushmanlarining jazosi bo'lmish do'zaxdir. Ular uchun oyatlarimizni inkor qiluvchi bo'lganlari sababli o'sha joyda mangu qolish bordir. Kofir bo'lgan kimsalar deydilar: Parvardigoro, bizlarni to'g'ri yo'lingdan ozdirgan insu jindan bo'lmish ikki kimsani bizlarga ko'rsatgin. Ularni oyoq osti qilaylik, toki ular do'zaxning qa'ridagi eng tuban xor kimsalardan bo'lsinlar. Albatta Rabbimiz Alloh deb, so'ngra to'g'ri bo'lgan zotlar huzuriga o'lim paytida farishtalar tushib derlar: Qo'rqmangiz va g'amgin ham bo'lmangiz. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaningiz. Dunyo hayotida ham, oxiratda ham biz sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsalar va sizlar uchun u joyda istagan narsalaringiz muhayyodir. Bu mag'firatli va mehribon zot Alloh tomonidan bo'lmish ziyofatdir. Alloh yo'liga da'vat etgan va o'zi ham solih amal qilib, men musulmonlardandirman degan kishidan ko'ra kim chiroyliroq so'zlovchidir? Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz yomonlikni go'zalroq muomala bilan daf eting. Shunda birdan siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq qalin do'stdek bo'lib qolur. Unga faqat sabrli zotlargina erishurlar. Unga faqat ulug' nasiba egasigina erishur. Agar sizni shayton tomonidan vasvasa tutmoqchi bo'lsa,
u holda Allohdan panoh so'rang, zero u eshituvchi va biluvchi zotdir. Kecha va kunduz, quyosh va oy uning alomatlaridandir. Agar sizlar Allohga ibodat qiluvchi bo'lsangiz, quyoshga ham, oyga ham sajda qilmangiz, balki ularni yaratgan zot Allohga sajda qilingiz. Bas agar sajda qilishdan kibrlansalar, bas bilib qo'yishsinki, Rabbingiz huzuridagi zotlar, farishtalar kecha va kunduz hech malollanmasdan unga tasbih ayturlar, sajda qilurlar. Uning alomatlaridan biri yerni xor, qo'riq holda ko'rishingizdir. Bas qachonki biz uning ustiga suv, yomg'ir yog'dirsak, u harakatga kelar va unar. Albatta o'sha yerni tiriltirgan zot o'liklarni ham tiriltira oluvchidir. Zero u barcha ishga qodirdir. Albatta bizning oyatlarimizda, tafsirida qing'irlik qiladigan kimsalar bizga maxfiy bo'lib qolmaslar. Axir do'zaxga tashlanadigan kimsa yaxshiroqmi yoki qiyomat kunida Allohning azobidan xotirjam holda keladigan kishimi? Nimani xohlasangiz, o'shani qilaveringiz. Albatta u qilayotgan ishlaringizni ko'rib turuvchidir. O'zlariga zikr, Qur'on kelgan vaqtda unga kofir bo'lgan kimsalar azobga yo'li qurlar. Shubhasiz, u aziz kitobdir. Unga oldidan ham, ortidan ham hech qanday botil, nohaqlik kelmas. U hikmat va hamd egasi tomonidan nozil qilingandir. Ey Muhammad, sizga ham faqat sizdan avvalgi payg'ambarlarga kofirlar tomonidan aytilgan so'zlargina aytilur. Shubhasiz, Rabbingiz mag'firatli va alamli azob sohibidir. Agar biz Qur'onni ajam tilidagi, arab tilida bo'lmagan Qur'on qilganimizda, albatta ular uning oyatlari o'z tilimizda bayon qilinmabdi-da. Muhammadning o'zi arab-ku, nega unga ajamiy Qur'on tushibdi degan bo'lur edilar. Ayting, ushbu Qur'on iymon keltirgan zotlar uchun hidoyat va dildagi ma'naviy illat uchun shifodir. Iymon keltirmaydigan kimsalarning esa quloqlarida og'irlik, karlik bordir va u Qur'on ularga ko'rlik omili bo'lur. Ular go'yo uzoq bir joydan chiqarilayotgan kishilar kabi garangdir. Ey Muhammad, dar haqiqat biz Musoga kitob Tavrot ato etganimizda, u Tavrot haqida ham ixtilof qilingan. Agar Rabbingiz tomonidan jazo qiyomat kuni bo'lishi haqida lafz qilmaganida, ularning o'rtasida ajrim qilingan bo'lar edi. Haqiqatan ham ular u Qur'on haqida shak shubhadadirlar. Kimki yaxshi amal qilsa, o'zi uchundir. Kim yomonlik qilsa ham o'z ziyonigadir. Rabbingiz bandalarga nohaqlik qiluvchi emasdir.